Barchaga assalomu alaykum. Besbesser kanali a'zolari, bugun sizlar bilan ideal akkaunt obzorini ko'rib chiqamiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kanalimizga ketdik, sizlarni ko'p kuttirmasdan obzorni boshlaymiz. Hop, tarkib terilgan. Biz hozir sizlarga o'yinchilarni ko'rsatamiz. Mana bu akkaunt ham old akkaunt desa bo'ladi. Bu yerda biz kelinglar sizlarga darvozabondan boshlab ko'rsatib boshlayman. Julio Cesar. Bu darvozabon. Turistdan ko'p o'yin o'tkazgan. 2 ta gol urgan ekan. Hop, himoyada Tony Adams. Mana bu yangi penaltidan free beradigan o'shanda freedan omadsiz kelsa tushadi. Beckenbauer 5 ta ziyod o'yin o'tkazgan. Cafu bu Bruzikka Costa Curta bu ham zo'r 800 dan ziyod o'tkazgan. Salkam 900 desam bo'ladi. CPZ De Roberto bu ham zo'r futbolchi. Buni 103 kartasi ham bor. Ammo bizda 101 kartasi hozir. David Beckham. Buni yaqinda tushirganmiz. Griezmann big time 1,5 ming coinga olingan pak. Ko'rishinglar mumkin statistikasini. 108 Messi Blitzscorer. Bu ham zo'r, mana dribbling 100. Bu eng zo'r kartasi. Bu Messini bilan kelgandi. Va Neymar. Bu ham bitta ham. Buni ham yaqinda tushirdi, o'zi yaqinda keldi. Mana Bruzikka dribbling, Bruzikka 100. Mana ko'rishinglar mumkin statistikasini, bomba bo'lyapti statistika. Va centralniy forward David Villa. Mana bu ham zo'r. Trenerlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda Mikel Arteta, Deschamps, Xabi Alonso, Luis Roman bor. Bizda hozir Xabi Alonso turibdi. Hop. Zaxira darvozabonda Ederson. Bu Julio Cesardan oldingi darvozabonimiz. 900 ta match o'tkazgan, ko'rishinglar mumkin. Del Piero. Bu ochilgan paytda tushirilgan bu. 1000 ta o'yin o'tkazgan bu. Bu ham old karta, juda zo'r karta. To'g'ri blitzlarda bo'lmasligi mumkin, lekin bu ham zo'r. Men tan berganman unga, o'zim o'ynatib. Romakay. Bu ham zo'r central forward. Statistikasi yaxshi. Xo'p, Van Buiten. Buni 103 kartasi kelgan. Afsus, bizda yo'q. Denilsin 103 kartasi bor, bizda yo'q ekan. Bergkamp. Bu ham zo'r. Bu yerda central forwarddan, bu akkauntda central forwardda muammo yo'q. Mana Stoichkov, bu ham zo'r. Maradona, Vinicius, De Bruyne, Ben White, Holland. Holland o'zi yaqinda kelgandi. Bu akkauntda gameplan listlar juda ko'p. Sizlarga hozir bir ikkitasini ko'rsatib o'taman. Hop, Potfut ko'rsatay sizlarga. Mana Potfut tarkib. Salah, Messi, Holland, Valverde, Brahim Diaz, Lucas Vazquez, De Ligt, Nico Williams bu mana.
Alfonso Davies, Upamecano, Neuer va bu yerda ham bor. Bu yerda Potemlar ham bor. Paqueta, Kvaratskhelia, bu ham zo'r, mana Modric, Doku, Mbappe, yana boshqa futbolchilar ham bor. Mana Ederson bor. Hop, endi boshqa gameplay listiga o'tamiz. Barselona. Barsaga zaxirada boshqa o'yinchilar ham bor. Buni hol o'yinchilarni kuchaytirsa Silas o'shadi. Mana asosiysi hujum zo'r. Bu akkaunt o'zi hujum zo'r. Padarka игрокlar emasda. Xo'p. Arsenal. Bu menimcha Blitz yaxshi tepadigan o'yinchilarga moslashgan. Bu yerda Solos Bullet Hidram bor. Ismdan chiqibdi. Hop. Angliya. Bu Angliya o'yinchilarining tuzilgan tarkib. Mana Calafiori bu ham zo'rman. O'ynatib ko'rmagan bo'lsam, lekin bu futbolchini ko'p maqtaydilar. Hop. Kulusevski bu ham zo'r. Hop. Mana bu yerda Salah, Tuku, Grealish, yana boshqa o'yinchilar va biz boshqa gameplay listiga o'tamiz. Spain. Bu oxirgisi, bu Spain, bu Real Madrid. Keyin zaxirada boshqa o'sha Ispaniyada o'ynagan o'yinchilar mana bu full tarkib Real Madrid. Rodrigo 99 bilsamligi bor, reyting zo'r. Men unga 100 reyting bergan bilasiz. Nacho, David Alaba, Rudiger, Jan Oblak va biza asosiy tarkibga o'tamiz va bitta match ko'ramiz. Buni golli vaziyatlarni sizlarga qo'yib beraman. Hozir full match qo'ysam, sizlar zerikib qolasizlar. Qani bo'lsa ket. Ko'rinishda yakuniga yetdi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozishinglarni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.